Hozir otda hammaga salom. Sizlar bilan Shoh Gamer yana bugun men video chiqarishga qaror qildim. Bir kun bo'lmasda, bir kun bo'ldi. Yana video chiqarilyapti. Shuning uchun like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Men yana albatta modlar bilan qilaman. Bu modimizning nomi bomba modi. Mana bizda mana bunaqa bombalar bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Mashtamidi? Yo'q, mana bitta. Mashlarda bo'lish kerak. Yo'q. Demak, o'sha mashina bunaqa joyda ekan. Demak, bu yerda bundoq qilib pastga tushamiz. Mashina aslahalar bor mana. Bombalar. Bu yerda jajikalka qani deydi yo'llaga. Bu jajikalka bilan yoqilmaydi albatta mana. O'zining jajikalkasi bor 24 ta. Balki mashina jajikalka. Bu 1000 so'mlik bomba. Tekin bomba. Hali men ananani portlayapti. Oppa do'stlar portlayapti. Yo, buncha oddiy jajikalka kerak u. Portlashiga. Hozir jajikalkani olib, balki mashina portlayar. Voy, o'tar. Mayli unda. Bu yerda qilamiz. Qiliq portlatadi buni. Mayli unda oddiy bombalar portlatamiz. Birinchi navbatda albatta. Xo'p, mashina portlatib ko'ring. Ko'rinishi ham yo'qotdi deymanga. Yo'q, olib qo'ysam bo'larkan. Tak portlayapti. O'zni balanga chiqaramiz. Portlamaydimi bu? Portlamaydimi? Oddiy tomosha ko'rsatadimi? Balki buni yerda portlash kerakdir. Yo'q, o'zlaylar tepaga chiqyapti. Bo'ldi anaqaniki bu bayramlarda bo'ladigan. Bizda keyingi anaqaga o'tamiz. Keyingi bombaga. Bizda keyingi bomba albatta mana bu qizil bomba. Tente. Oy. Turishini qaranglar. Qo'limdan ham katta. Tak, buni qo'yamiz albatta. Portlash yomon katta o'xshab ko'rinyapti. Shuning uchun qo'shamiz. O'zi ham katta ekan. Xo'p. Voy, qotdi Minecraft. Yo, voy. Minecraft qotdi. Voy, portlatmaydi o'xshabdi. Oy. Bu o'zidan bombalar qoldirar ekan. Voy, bu nima bu? Qorayib qoldi. Lekin bu bomba menga yomon yoqdi do'stlar. Qaranglar, qanchalik katta joy portlatib tashladi. Atga bu ikkinchi bomba endi. Voy, bu bedrock portlatib tashladi. Ozginadan keyin bedrock chiqishi kerak. Tak. Biz chiqamiz. Davay endi ikkinchi bombaga o'tamiz. Ikkinchi bomba. Hoppa. Albatta bu to'kli bomba ekan. Nima bu qanaqadir? Albatta sizlar buni ishlatishlar. Bu Kompotda qishlog'i, 10-qishloq. Sizlarga ham qilib berishim mumkin. Agar mana video 10 ta like va 10 ta obunachi kelsa, men sizlarga qilishni o'rgataman. Va oldingi videoda men bitta videomizda mana shu kartani anaqaga tashlayman degandim. Telegram kanalim yo'q. Uni adashib aytganman. Telegram kanalimga emas. Sizlarga qilishni o'rgataman, do'stlar. Davay. Davom etamiz. Portlatib ko'rmadik hali.
Bo'ldi. Creeper maslahatim qoch. O'zing ham bo'lasan. To'kli ekan bu. Va tekslashtirarkan. Va tekslashtirarkan. Lekin oldingizda 3 ta bomba portlatibman. Bitta zonasi boshqa portlatdi. Da, bunaqa. Nastroyki bosordim. Uzr tashla. Tak qotib qoldi. Qotdi yo. Balki bu 4-chi bomba bo'lsa kerak. Hozir portlatamiz. Tak ko'ramiz, albatta 4-chi bombamiz. Da 4-chi bomba. Mana bu bomba yo'qdi. Keyingi bombani tayyorlab qo'yamiz. Lekin bu anaqa qog'oz ko'rish boshqachaga o'xshab nimadir voy qimirlab ketyapti Minecraft. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Mamlaqa zombilarni nimadirlar spam qilar ekan. Bu skelet ekan. Boshqa portlatdi. Tushunmadim. To'xtapadan qo'ydi bu. Voy Minecraft qimirlab ketyapti do'stlar. Qimirlab ketyapti Minecraft. Hozirgina bunaqa emasdi. O'zdi-yu. Cho'tanito endi keyingi qora bomba bedrock bomba ekan bu. Bedrock sindirib tashlaydimi? Qochishga kam vaqt beradigan qotdi yana Minecraft. Qora to'nlikmi bu? Musor ekan. Tak, unda bizda keyingi bomba. Hammasini portlatishga vaqtimiz yetmaydi. Shunga yarmini portlatamiz, yarmini keyingi videoda. Bu olib qo'yaylik. Balki yetar vaqti biza. Tak, bir portlatamiz. Bu qog'odir quvur va bu reyderlarni chaqirar ekan. Reyder to'qimiz abusda rashotda. Tak. Bu bomba. Qotdimi Minecraft yoki voy qilqashima kreativda tushib ketdim. Yo'q, qotmadi. Mana creeperli yuribdi. Demak bu yaxshi bomba emas. Tak, bu bombani bu vardan paydo qilsa kerak. Shuning uchun uzoqroqda portlataylik bombalarni. Vardan paydo qiladigan. To'g'risam o'chirtirib lekin bo'lmayapti. Nima bu suli bombami? Nima bo'ladi bu? Suratchilasi kerak. Black. Jonni ketqizadi survivalda bo'lsak. Tak. Nima bo'ladi qochib ketish kerak. Va bu eng zo'r kutgan bomba. Creeper bomba.
Men hali yo'qishga ulgurmadimmi buni? Yo'qlashimdan bo'ldimi? Yo'qlashimdan portlayotganmi? Yaxshimi? Yo'qmadi lekin qo'lda portlatmayapti. Tak, portlaydi. Nis paydo qiladi. Просто tak. Lekin bu bombani qaranglar, ko'p bombalar bo'ldi. Katta joyi yirtsa kerak bu. Yo, etganim bombalar paydo qiladi bu. Mana qulog'im chillab qoldimi yoki rostdan ham bu chillab turadigan bombami? Ну так. Bu raketami? Bo'ldimi? Buni mana hozir bashta portlatish kerak bular. Hali bashta portlatish kerak deb o'ylayman. Ana aytdim bashta portlatish kerak deb. To'rt joylarda portlatadigan bomba bu. Keyingi bombamiz bu albatta. Hozir tak. Buni portlatdik. Albatta bu ham bu. Mana shu 3 talar qoldi, uchlikli. Buni ko'ramiz. Yaxshi portlaydi. Tushib ketdi bu. Blok yo'q qildi. Lavalik bomba. Lavani ham quchib paydo qilar ekan. Shader qo'shganman, shunga e'tibor bermaysizlar. Lavani ko'rayotgan bo'lsa. Nima jon to'ldiradigan bo'lmam? Bu anaqa yo'qotdi, maydari. Sirlita aniqsa. Olov bombasi. Kutgandek va eng oxirgi bomba bu. Albatta bu bomba. Bu yaxshi portlamaydi aniq. Aytdimmi? Lekin eng birinchi lekin eng birinchi bomba, eng kuchli bomba ekan. Men bularga baho beraman. Tak, birinchi bombaga 10 dan 10, ikkinchi bombaga 10 dan 2, uchinchi bombaga 10 dan 4, 5, 6, 7. Oxirgisiga umuman 0 qo'yaman, chunki anaqa nis paydo qiladigan umuman 0 qo'yaman. Maslahatim portlatmaydi. Davay. Hammaga xayr albatta do'stlar. Sizlar bilan Shoh Gamer bo'ldi. Albatta nima qilish kerak bularni o'rgatishim uchun? Albatta like va obuna bo'lish kerak do'stlar. Iltimos, kanalimizga 50 ta bo'lishiga o'ch qilsangiz qo'shing. 50 ta bo'laylik. Stream, boshqa narsalar qilamiz. Shuning uchun like va obuna tugmachasini bosinglar. Haftaga 10 ta odam yetmayapti bizga stream qilishimizga. Biz ham stream qilaylik. Do'stlar. Tak do'stlar, stream qilishimiz uchun like va obuna bo'linglar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Shoh Gamer bo'ldi va mana bu yoqimizda xayr do'stlar.